Iyun oyida turizm olamida qanday yangiliklar bo'ldi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Birinchi yangilik bizni Termizdagi obunachilarimizni xursand qiladi. Endi siz Termizdan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri reys bilan uchib borishingiz mumkin. Flyhiva aviakompaniyasi Termizdan Istanbulga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni chorshanba va shanba kunlari yo'lga qo'ydi. Istanbul ikki qit'ani bog'laydigan boy tarix va zamonaviy hayot uyg'unlashgan betakror shahar. Bu yerda qadimiy masjidlar, mazali turk taomlari, Bosforning go'zal manzaralari sizni kutmoqda. Istanbul har bir odam kamida bir marta borishi kerak bo'lgan shaharlardan biri. Agar birinchi marta Istanbulga sayohatga bormoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizda shu mavzuga bag'ishlangan videoni ko'rishingiz mumkin. Bu videoda barcha foydali ma'lumotlarni siz uchun bir joyda yig'ganmiz. Uzbekistan Airways'dan ajoyib yangilik. Endi siz Toshkentdan Bishkekka to'g'ridan-to'g'ri reyslar bilan uchib borishingiz mumkin. 16-iyundan boshlab seshanba kunlari Toshkent-Bishkek yo'nalishida ikkinchi kunlik reys yo'lga qo'yildi. Bishkek Qirg'izistonning poytaxti va mamlakat bo'ylab sayohat uchun boshlang'ich nuqtasi. Bishkek o'zining shinam ko'chalari va yam-yashil bog'lari bilan ajralib turadi. Shuningdek, shahar Chuy vodiysida Chanshan tog'lari etagida joylashganligi sababli tog'larga qisqa sayohatlar uchun ham juda qulay maskan deb hisoblanadi. Bishkekda milliy taomlarni tatib ko'rish, mahalliy bozorlarda xarid qilish va qirg'iz madaniyati bilan yaqindan tanishish mumkin. 21-iyundan boshlab Centrum Air Jiddaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni qayta yo'lga qo'ydi. Toshkentdan Jiddaga reyslar har yakshanba kuni amalga oshiriladi. Jidda Saudiya Arabistonining Qizil dengiz bo'yidagi eng yirik shahri va Makkaga kirish darvozasi hisoblanadi. Shahar zamonaviy osmono'par binolar, tarixiy Al-Balad tumani va uzun dengiz bo'yi saylgohi bilan mashhur. Shahar Makkadan taxminan 80 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, Umra va Haj ziyoratiga kelganlar uchun asosiy kirish nuqtasi deb hisoblanadi. Jiddaga chiptalarni siz Aviasales.uz saytida eng arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. 18-iyuldan Nordwine Airlines Toshkentdan Qozonga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'ymoqda. Qozon Rossiyaning eng qiziqarli sayohlik shaharlaridan biri bo'lib, tatar va rus madaniyati uyg'unlashgan maskandir. Shaharning ramzi bo'lgan Qozon Kremliga, mashhur Qul Sharif masjidiga va Bauman piyodalar ko'chasiga albatta tashrif buyuring. Shuningdek, bu yerda milliy tatar taomlarini, jumladan ech-pochmak va chakchakni tatib ko'rish tavsiya etiladi. Qozon tarixiy obidalari, zamonaviy infratuzilmasi va qulay transport tizimi bilan sayohatchilar uchun juda qulay shahar deb hisoblanadi.
Air 17-iyundan Toshkentdan Krasnodarga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'ymoqda. Bu yangiliklar siz uchun qiziq bo'ldi deb umid qilamiz. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.